voy boya mana shomga yaqin bitta sovuq tushdi, endi akalar qo'yaverasizlar. Shunaqangi sovuq bo'lyapti ko'cha. Biz soha santexnikaligi uchun sizlarni ham bir ogohlantirib qo'ya akalar. Tashlavorish kerak bo'ladigan suvlar bo'lsa, liniyadagi suvlar tashavoringlar. Bochka trubalarni izolyatsiya qilib qo'yinglar. Izolyatsiya qilmasanglar ish berishi mumkin. Muzlab yorilsa o'zingizlarga chiqim bo'lishi mumkin. Shuning uchun yaxshi stiklovatalarni olib kelib izolyatsiyani qilinglar, lekin ko'cha juda ham sovuq bo'lyapti akalar. Endi sovuq sizlarga ko'rinmaydi-yu, lekin men sizlarga tasvirlab beraman. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar, nasosinglarni. Обязательно nasosinglarni lekin chiroyli qilib o'ringlar, izolyatsiya qilinglar. Chunki yerdagi korpus yorilsa, обязательно har doimgidek zavod ulgimagan, korpus yo'q, zapchasi yo'q bo'lib turib beradi. Shuning uchun halitdan ehtiyotkorlikni chorasini ko'rib qo'yinglar.